Urilarda abreskasi endi o'sha vaqtida bo'lmagan ekan. Mana endi har holda bir yengillatib qo'yyapmiz. Endi vaqtida abreskani vaqtida qilish kerak. Shuning uchun kech bo'lsa ham qilyapmiz endi. Abreska bo'lmagandan keyin shunaqa osilib ketadi. Shuning uchun keyinchalik bo'lsa ham qilsa bo'laveradi. O'riklarni may oyida ham kesish mumkin. Mevaga kirg'izish uchun iyun, may oylarida o'riklarda abreskasi o'sha novdasini kesib qo'ysa, yaxshi hosilga kiradi. So'nggi yilga yaxshi meva qiladi. Endi biz hozir bu yerda o'sha abreska bo'lmaganligi uchun shu sal ozgina yengillatib qo'yyapmiz. Va nimamiz ham sal kichikroqdan apparatimizni kichikroq ekan hozircha. O'sha sal ortiqcha kattasiga hisob bo'lmaydi. Shuning uchun albatta abreska har yili bo'lsa yaxshi bo'ladi. Buni avval osilib ketmaydi-da. Bu osilib ketgandan keyin bu salqinda meva ham yaxshi bo'lmaydi. Ani nimasi, mazasi yo'q bo'ladi. Bo'lgan mevani ham. Shuning uchun har yili abreskani qilaverish kerak. Mana endi mana bu tomonlarni arrada olib tashlashga to'g'ri keladi. Haligi mana kesadigan apparatimizni sal kichikrog'i, bularga kuchi yetmayapti. Bularni arrada olishga to'g'ri keladi ana bu yerdan. Endi hozircha yengillatyapmiz-da buni. Mana qalinlashib ketgan, ustma surib ketgan. Shuning uchun hozircha sal ochib qo'yaylik dedik. Uzum payvand qilish ishlari bilan kelgan edik Aravan tumaniga. Mana shu o'riklarni ko'rib bir o'rik to'g'risida ham bir video chiqarib qo'yaylik dedik. Mana adreska qilish ishlari bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamda o'sha uzum payvandlash, daraxtlarni kesish, keyin uzum kesish mahalida uzum kesish ishlari, bog'dorchilik ishlari bo'yicha bizga murojaat qilaverasizlar. Biz o'zimizni O'zbekiston Respublikasi viloyatlarida bo'lamiz, turli viloyatlarga boramiz, hamda qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga ham chiqib xizmat ko'rsatyapmiz. Uzum payvandlaymiz, uzum kesamiz, daraxtlarni abreska qilamiz, bahorgi payvand, iskana payvand hamda kuzgi kurtay payvand ishlarini ham bajaramiz. O'zimiz malakali brigadam bor, Oltiariq tumanidan, Quva tumanidan brigadam bor. Malakali bog'bonlar, malakali payvandchilar, malakali abreskachilar bilan birgalikda ish qilamiz. Men o'zim boshchiligimda buni internetga, YouTube kanalimga hamda Instagram kanalimga joylab boraman. Shu orqali biz ko'p joylarga borib, odamlarga xizmat ko'rsatyapmiz bog' ishlarida. Endi hozirgi paytda mana ko'klam